Tug'ilgan yilingiz? 95. Nechanchi oyda tug'ilgansiz? Aprelda 95. Ismi sharifingiz, otchestvoyingiz? Gulnozaxon. Baland. Gulnoza. Gulnozaxon. Familiya, otchestvolarni so'radimmi? Mahkamov. Halim qizim. Halim qizi. Qayerdan bo'lasiz? Uchko'prikdan. Uchko'prik. Farg'ona Uchko'prikmi? Farg'ona viloyati Uchko'prik tuman. Qaysi qishloq? Qishlog'imiz Saliska. Endi qanchadan beri bu fohishalik bilan shug'ullanasiz? 3 oy 4 oydan beri. Necha oy? Shu 3-4 oy bo'ldi, 5-oyga o'tib qoldim. Hozirgi kunda ma'murozalik bilan ham shug'ullanyapsiz. Yangi his kelgan 2002-yil, shuni hozir reklama qilyapsiz, to'g'rimi? Soatini necha pulda ishlayapsizlar? 2,5. 2,5 ming? 4 ming emasmi? 4 mingdan hech kim kirmaydi, yo'q, u qizcha ishlagan o'ziga. Ha, u qizchasiga 2002-yil qizchasiga 4 ming deysizlar. O'ziga o'zi ishladi, shunday 4 ming. Siz reklama qilib berasizmi uni? Просто keldi, odam chaqirib berdim. Ha, klientiga beryapsiz. Ma'murozasizda, siz hozir bu ishni ma'murozacha. To'g'rimi?